Salom do'stlar, men bugun sizlar bilan Suleymanov G'olibjon bo'laman. Bugun sizlar bilan mana bu programmalar agar joningizga tekkan bo'lsa, mana bunday eskishalar. Endi buni sizda yechimi bor, ya'ni buni kompyuter rejimiga o'tkazamiz. Shunchaki oson va oddiy bo'ladi. Unda qani boshladik. Xo'sh, birinchi bo'lib настройкаga kirib olamiz. Va kirganimizda birinchi bo'lib igraga kiramiz va pastga tushganda va kompyuterda rasm ko'rsatilgan video bor. Mana bu. Xuddi mana shunga bosamiz. Va pastga tushganda mana bu это Karmeni chiqadi mana bunday. Karmeni. O'sha Karmeni bosib klassическийga o'tkazamiz. Bo'ldi? Tamam. Agar siz Minecraft ba'zi bir bloklar bo'lsangiz qo'shimchaga mana bu yerlardan past qilasiz. Bo'ldi. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosish ishdan chiqmasin. Hammaga xayr.